INTV va TVE mahsuloti. Obi hayot. Bugungi kunda bizga faqatgina bitta tirik sayyora ma'lum. U cheksiz koinotning markazida xuddi yurak singari urib turibdi. Moviy tuman bilan qoplangan bu tirik sayyoraning tomirlari obi hayotning o'zgaruvchan maromlari bilan baravar uradi. Suvning yurak zarblari. Kurrai zaminni cheksiz koinotdagi aylanib turgan ulkan zarraga o'xshatish mumkin. Yer yuzining 4/3 qismini suyuqlik, xususan dengiz va ummonlardagi sho'r suvlar egallaydi. Suv yer sharining har bir burchagiga hayot, tiriklik nashidasini olib boradi. U xuddi kurrai zaminning ichki maromini belgilayotgandek. Mana bu ko'lmakdagi barabanning dirillashiga o'xshagan yomg'ir tomchilari yerning chanqog'ini qondirishni va'da beradi. Bu yomg'irlar unga ehtiyoj yuqori bo'lgan joylarda tetiklik va hayot nafasini in'om etadi. Suvning tovushi ko'p ovozlidir. Balanddan oqib tushayotgan sharsharaning haybatli ovozi qudratli daryolarga ham ulug'vorlik bag'ishlaydi. Hozir ham suv aylanishlarining manbai bo'lgan shamol, bulut va tumanlar yer va osmon uzra tarqalib, hech qachon o'zining azaliy sayohatini to'xtatmaydi. Sayyoramizdagi har bir mavjudot organizmi oz yoki ko'p miqdorda bo'lsin, albatta suvdan tashkil topadi. Suv bor joyda hamisha hayot, tiriklik bo'ladi. Tiriklik esa o'z navbatida turfa xil millionlab o'rmonlarda tasavvurga sig'dirish qiyin bo'lgan rang-baranglik dunyosini yuzaga keltiradi. Yer asosan suvdan iborat va bu jihat bizga uning tirik sayyora ekanligini hammadan ko'ra yaxshiroq anglashimizga imkon beradi. Inson bu cheksiz koinotda yolg'izmasmikanman degan savolga javob bo'ladigan alomatlarni qidiradi.
Marsga uyushtirilgan fazoviy ekspeditsiya va yanada uzoqroqda bo'lgan galaktikadagi sayyoralarni o'rganish ishlaridan maqsad bu yiroqliklarda hayot borligini aniqlashdan iborat edi. Tadqiqotchilar o'sha sayyoralarda ham suv nishonalari bor yo'qligini topishga harakat qilishyapti. Suv bor joyda aniq bilamizki, hayot bo'lishi mumkin. Biz yulduzlar orasidan hayot alomatlarini izlaymiz. Yerda esa bu alomatlarni tobora qo'ldan boy beryapmiz. Kurrai zaminda sayyoramizning nam qatlamida hayot xuddi inqiroz bosqichiga kelib qolgandek. Suv esa bizga o'zining g'alati va tashvishli alomatlarini namoyon qilmoqda. Hayoti sayyoramizdagi tropik o'rmonlar, dengizlar, daryolar va botqoqlikka aylangan joylarda bevosita suvga bog'liq bo'lgan ko'plab mavjudotlar turining soni tobora kamayib ketyapti. Ular o'zlari yashayotgan joylar bilan birga asta-sekin mahv bo'lmoqda. Har kuni olimlar ko'plab mavjudotlar turi xavf ostida qolayotganligini ta'kidlashmoqda. Suv va uning atrofidagi yerlar aziyat chekayotganini, buning alomatlarini ko'rish uchun atrofga nazar tashlash kifoya. O'zining rang-barangligi bilan hatto mutaxassislarni ham hayratlantiradigan Yevropa daryolari sayyoramizdagi bizga eng yaxshi ma'lum va eng ko'p o'rganilgan daryolar bo'lsa kerak. Qadimiy Yevropa qit'asida 522 ta chuchuk suv baliqlari turi mavjudligi aniqlangan va bu juda aytishga arzigulik raqamlar hisoblanadi. Lekin ularning 200 ga yaqin turi qirilib ketish arafasida turibdi. Baliqlarning 10 ga yaqin turi esa batamom yo'qolib ketdi. Chuchuk suv ekotizimlari insonning hayot faoliyati ta'sirini juda yaxshi his etadi. Ularning ekologik tarkibi suv va uning atrofidagi muhit yomonlashganda aziyat chekadi. Baliqlar, ya'ni suvga eng ko'p bog'liq bo'lgan umurtqalilar hayoti qushlar va sut emizuvchilarga qaraganda ancha jiddiy ekologik xavf ostida turibdi. Chunki suv muhiti juda nozik mijoz hisoblanadi. Asyotr taqdiri daryo so'nib borishining yorqin dalilidir. Bu baliqlar oilasi 20 ga yaqin ibtidoiy turlarni birlashtiradi.
Ularning eng mashhur turi Kaspiy oq osyotrlari bo'lib, ular 100 yilgacha umr ko'rishi mumkin. Dunyoda iste'mol qilinadigan ikralarning 90% bu baliqlar hisobiga to'g'ri keladi. O'tgan asrning o'rtalariga qadar osyotrlarni Yevropaning deyarli har bir daryosida uchratish mumkin edi. Bir necha yillar ichida suvning ifloslanishi, to'g'onlarning qurilishi va baliq ovlanishining nazoratsiz qoldirilishi oqibatida barcha osyotrlar qirilib ketdi. Ular yaxshi ko'paygan yagona joy bu deyarli inson faoliyati ta'siri kuzatilmagan chekka joylardir. Qachonlardir Kaspiy dengizi ham shunday joylardan biri bo'lgan. O'zining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatiga qaramasdan, Rossiya osyotrlari noqonuniy va o'zboshimchalik bilan amalga oshirilayotgan baliq ovlanishlari tufayli tez orada qirilib ketishi mumkin. Faqatgina so'nggi 10 yillikda osyotrlarning ovlanish hajmi 22 ming tonnadan 1000 tonnagacha tushib ketdi. Ko'rsatkichning bu darajada pasayib ketishi halokatdan darakdir. Noqonuniy baliq ovidan tashqari jamiyatning haddan ziyod rivojlanib ketishi, baliq ovining nihoyatda avj olishi, daryo suvlarining ifloslanishi va katta to'g'onlarning qurilishi osyotrlar va shu kabi boshqa ko'chib yuradigan baliqlar turining o'ldirib qo'yadigan joylarga yetib borishi va ko'payishini qiyinlashtirib qo'ydi. Mana bu doya baqalarning ahvoliga ham havas qilib bo'lmaydi. Ular ayni paytda ham suvda, ham quruqlikda yashovchilarning halokat yoqasida turgan turlarining yorqin misolidir. Doya baqalari hayotining inqirozi Rim imperiyasi davridan boshlangan. O'shanda bu yerlarga suv ilonlarini qo'yib yuborishgan edi va natijada doya baqalar turi keskin kamayib ketgan. Yirtqichlar tomonidan baqalarga keltirilgan zararga qo'shimcha ravishda so'nggi asrlarda olib borilgan gidrotexnik ishlar natijasida ular yashayotgan muhit qisman yo'qolib ketdi. So'nggi yillar ichida doya baqalari batamom yo'q bo'lib ketish arafasida edi. Lekin ularning maxsus joylarda ko'paytirilishi va tabiiy muhitga qo'yib yuborilishi o'z samarasini berdi. Ekspertlar va hukumat vakillari doya baqalarini o'rganish va ularni maxsus joylarda ko'paytirish hamda tabiiy muhitga qo'yib yuborish va diqqat bilan ularning tabiiy muhitda yashab ketishini kuzatib borish borasida hamkorlikda ishlashni yo'lga qo'yishdi. Bu qilingan ishlar natijasida qurbaqalar yana hayotga qaytdi deyish mumkin. Chuchuk suvli yarim botqoq suv havzalari, shuningdek quruqlikdagi dengizdan ajralib hosil bo'lgan suv maydonlarida taqdiri doya baqalarnikiga o'xshash mayda baliqlar boshpana topgan. Ispaniya afaniuslari ham doya baqalari duch kelgan muammolar bilan to'qnashdi. Sayyoramizning ko'p mintaqalaridagi botqoqlik hududlari qurib boryapti. Ularning yo'qolib ketishi bilan esa ko'plab mavjudotlar ham qirilib ketdi. Kanar va O'rta Yer dengizining Ispaniyaga yaqin qirg'oqlarida va Shimoliy Afrikada
Mana bu mayda baliqlarni ham ayanchli kunlar kutib turar edi. Botqoqlik hududlarning quritilib, fermer xo'jaliklariga aylantirilishi bu baliqlarning deyarli butunlay yo'qolib ketishiga olib keldi. Hozir Yevropa qit'asida Ispaniya afaniuslari va boshqa turdagi ko'plab baliqlar qabul qilingan qonunlar bilan kichik qo'riqxonalar va maxsus tashkil qilingan joylarda ko'paytirilishi orqali saqlanib qoldi. Biroq muammolar shu bilan butkul hal bo'lgani yo'q. O'ta muhim bir muammo shundaki, maxsus tashkil qilingan joylarda ko'paytirilayotgan qora olabug'a baliqlari boshqa turdagi baliqlarning kushandasiga aylanmoqda. Yashab qolish borasida chuchuk suvlarda yashovchi mavjudotlar turida ko'plab muammolar bor. Lekin dengiz baliqlarining muammolari ularnikidan kam emas. Karib havzasida keyingi 25 yil ichida mangrove botqoqliklarining 40% yo'qolib ketdi. Mangrove botqoqliklari qirg'oq bo'ylarini muhofaza qilib, suvni ifloslantiruvchi moddalarni filtrlab, turli-tuman tirik mavjudotlarga boshpana hisoblanadi. Lekin ko'p qavatli uylar, sayyohlik majmualari qurilishi yoki katta akvaparklarning barpo etilishi sababli biz bu botqoqliklarning yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'yib beryapmiz. Bu yo'qotishlarning ko'lami shunchalik kengki, ko'plab qirg'oqlarda mangrove botqoqliklari umuman qolmadi. Ular bilan birga esa lamantin kabi ko'plab noyob jonivorlar turi ham qirilib ketish arafasida. Avvallari lamantinlarni mazali go'shti uchun ov qilishardi. Lekin ba'zi hududlarda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida 1893-yildan buyon ular qonun himoyasi ostiga olingan. Biroq bu himoya unchalik ham naf keltirmadi. Ushbu hayvonlar uchun eng katta xavf qirg'oq chegaralari o'zgarib ketishining davom etishi bo'ldi. Shuningdek, lamantinlar hayot tarzining buzilishiga boshqa yana ko'plab omillar ham sababdir. O'zining beozor tabiati va do'stona tashqi ko'rinishi sababli ular hammaga ma'qul keldi. Lekin bu lamantinlarga ustunlikdan ko'ra ko'proq noqulayliklar keltirib chiqaradi. Chunki sayyohlardan ular juda bezor bo'lib ketgan. Tabiiy ekotizimning yo'q bo'lishidan tashqari, atrofdagi turar joy inshootlari lamantinlar yashaydigan suvlarni ifloslantiryapti va ular sayyohlarning qayiqlari bilan to'qnashib ketishiga ham bilvosita sabab bo'lmoqda. Ko'plab lamantinlarga bu to'qnashuvlar jiddiy jarohat yetkazib, ularning halokatiga yoki butunlay majruh bo'lib qolishiga sabab bo'lmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun, xususan lamantin kabi ba'zi bir jonivorlar turini saqlab qolish maqsadida alohida qo'riqxonalar tashkil qilindi. Yer sharining boshqa qismida hayot Yer sharining boshqa qismida hayot kechirayotgan dengiz arsonlarining taqdiri lamantinlarnikiga o'xshab ketadi.
Yaqinlargacha Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika qirg'oqlaridan to Urugvay qirg'oqlariga qadar millionlab dengiz arslonlaridan iborat to'dalarni uchratish mumkin edi. Hozir bunday ko'p sonli dengiz arslonlari to'dasi yo'q. Omon qolganlari esa muhofaza ostiga olingan hududlardan boshpana topishgan. Ularning kamayib ketishiga terisi va yog'i uchun ayovsiz ovlanishi sabab bo'ldi. O'tgan asrning o'rtalariga qadar barcha dengiz arslonlarining deyarli 90% Argentinada ayovsiz ovlandi. Bunday qirg'indan keyin chekka orollarda omon qolgan dengiz arslonlari yana to'dalar hosil qila boshladi. Hatto hozirgi kunda ham ular barcha joylarda muhofaza ostiga olingan bo'lsa-da, ammo Osiyo mamlakatlari vakillari tomonidan noqonuniy ovlash hamon davom etmoqda. Har yili yuzlab erkak dengiz arslonlari nobud bo'lmoqda. Lekin bu dengiz arslonlari bilan bog'liq muammolarning hammasi emas. Baliq ovlash kemalari to'riga tushib qolgan ko'plab dengiz arslonlari o'ldirilmoqda. Shuningdek, bu kemalar shunchalik ko'p va samarali ov qilishadiki, dengiz arslonlarining asosiy ozuqasi bo'lgan baliqlar ular yashayotgan joylarda keskin kamayib ketmoqda. Darhaqiqat, bebaho ozuqa manbai hisoblangan baliq ovlanadigan hududlar borgan sayin qisqarib bormoqda. Hozirda Ummon oldida turgan eng jiddiy xavfdir. Raqamlarga nazar tashlar ekanmiz, biz bu yo'qotishlarning ko'lami qanchalik keng ekanini yaxshiroq tushunamiz. O'tgan asr oxirlariga kelib baliqqa bo'lgan talab 2 barobar oshdi va so'nggi 30 yil ichida bu umurtqalilar eng ko'p yashaydigan 20 ga yaqin hudud yo'qolib ketdi. Mana sizga oddiy bir misol. Atlantika okeanining shimoli-sharqidagi juda katta miqdorda treska baliqlari ovlanadigan keng sayozlik o'tgan asrning 20-yillarida yo'q bo'lib ketdi. Oradan 20 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, bu baliqlarning yana ko'payishidan hech darak bo'lmayapti. Baliq ovlashda qo'llaniladigan usullar shunchalik samarali bo'lib ketganki, baliqlarning ko'payishiga ham imkon qoldirmayapti. Ularning haddan ko'p ovlanishini tartibga olish kerak. Ko'proq xarid qilinadigan, ya'ni eng ko'p iste'mol qilinadigan baliqlar turining soni so'nggi 40 yil ichida 70% ga kamayib ketgan. Sardina, treska va tunets baliqlari behad kamayib ketganligi bois biz ularni o'rnida bosuvchi boshqa yangi turlarni topishga harakat qilyapmiz. So'nggi 10 yilda akulalarga talab ortib ketdi. Uning natijasi ham ayanchli bo'ldi. Ko'plab afsona, hikoya va filmlarda yovuz yirtqich sifatida gavdalangan akulalarning o'zlari endilikda odamzodning shafqat qilishiga zor bo'lib qoldi. Million yillar davomida saqlanib kelgan akulalarning insoniyat tomonidan qirib yuborilishi ularning butkul yo'q bo'lib ketish darajasigacha olib keldi. Akulalarning taqdiriga faqat lahm go'sht, hayvonlar uchun ozuqa yoki suzgichlardan tayyorlanadigan sho'rva sifatida qaralmoqda. Agar ular butkul yo'q bo'lib ketsa, dengiz ekotizimlariga qattiq shikast yetadi. Ummonning ko'pgina hududlarida akulalarning kamayib ketishi tijorat maqsadida qisman ovlanadigan ustritsa, qo'sh tabaqali va shunga o'xshash boshqa mollyuskalarning ham kamayib ketishiga olib keladi. Bosqonsimon akulalarning ushbu tasvirlari ummonlardagi bu gavjumlik har doim ham bo'lishi haqida yana bir bor o'ylab ko'rishimizni taqozo etadi. Akulalarning bu turini odamlar ermak uchun ovlashadi.
Ularning go'shti zarurat yuzasidan emas, balki havas yoki boshqalarga ko'z qilish uchun sotib olinayotganligi urfga aylanib bormoqda. Bosqonsimon akulalarni ovlashni tartibga soluvchi qonunlarning yo'qligi ularning qirilib ketishiga olib kelmoqda. Bu borada Amerika Qo'shma Shtatlari sohillarida yuzaga kelgan vaziyat juda ayanchlidir. O'tgan asrning 80-yillardan boshlab bosqonsimon akulalarning ko'payishi 98% ga tushib ketgan. Butun dunyo miqyosida qolgan boshqa akula turlari ham ayni muammoga duch kelgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda akulalarning umumiy soni 70% ga qisqarib ketgan. Hozirda ularning moviy rang, uzun qanotli kabi turlari yo'q bo'lib ketayotgan akulalar ro'yxatiga kiritilgan. Endilikda odamlarning ochko'zligidan qudratli dengizning o'zi himoyaga muhtojdek ko'rinadi. Bunday xulosa odamni xavotirga solib qo'yadi albatta. Lekin biz tabiatni asrab qolish uchun biron bir chora ko'rishimiz mumkin. Yuzaga kelgan noxush vaziyatni biroz bo'lsa ham yaxshilay olishga qodir ekanligimizni dengiz arslonlari, lamantinlar va doya baqalari misolida namoyon qildik. Lekin bu nima? Muammoni hal qilish yo'limi yoki o'limga mahkum qilinganlar ustidan hukm ijrosini biroz ortga surishmi? Endi hamma narsa bizga bog'liq. Biz suv resurslarimizdan qanday foydalanishimiz kerakligi borasida yetarli bilim va zarur ma'lumotga egamiz. Hamma narsa faqat hukumat, xalqaro yoki nodavlat tashkilotlarga bog'liq emas. Sayyoramizni asrab qolish bizga, ya'ni o'zini olamni yaxshilashga bag'ishlay oladigan millionlab odamlarning qanday qaror qilishiga ham bog'liqdir. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.